Assalomu alaykum. Men Ahmedova Nargiza Muzaffarovna, 16 yillik tajribaga ega logoped, neyropsixolog bo'laman. Bugun podkastimizga tajribali 20 yillik bolalar nevropatolog kandidat nauk Jamshid Saidovni taklif qilganmiz va bugungi suhbatimiz mutaxassislar uchun ham, ota-onalar uchun ham xudo xolasa manfaatli bo'ladi degan umiddamiz. Xush kelibsiz. Assalomu alaykum. Bu suhbatimiz xalqimiz uchun ham onajonlar va otalar uchun O'zbekiston xalqi uchun ancha manfaatli bo'ladi deb o'ylayman. Rahmat e'tiborlar uchun. Hozirgi kunda statistika bo'yicha ko'ryapmiz, bolalarimizda rivojlanishdan kechikishlar ko'payib boryapti. Bu aqliy rivojlanishlar ham, nutqiy rivojlanishlarga ham xos belgilar ko'payyapti. Bilamizki, bunaqa kechikayotgan bolalarda nevrologik holat ko'p holatlarda birga keladi. Qanday nevrologik holatlar bu holatlarga sabab bo'ladi? Ya'ni aqliy rivojlanishdan kechikishlarga, nutqiy rivojlanishdan kechikishlarga. Birinchi kelib chiqish asosiy omillari sabablari deb homila ichi infeksiyalari, homiladorlik davridagi embrion naychalarning shakllanish davri bo'ladi. Ya'ni homiladorlikda 3 oylikgacha bo'lgan davrda embrion naychalar shakllanadi. Ya'ni o'sha miya shakllanish davri bo'ladi. O'sha miya shakllanish davrida homiladorligida qanaqadir ona tomonidan patologiya bo'lsa, yo homila ichi infeksiyasi bo'lsa, yo homilador ayoldagi qanaqadir zararli odatlar, yo stress omillari, asosiy faktorlari homiladorlikda rivojlanishdagi qanaqadir patologik omillar birinchi asosiy sabab hisoblanadi. Bundan tashqari ikkinchi sabab deb tug'ruq davridagi patologik tug'ruq davri jarayonlari, ya'ni tug'ruqda patologiya bilan o'tishi, ya'ni o'sha tug'ilgandagi bolada gipoksik o'zgarishlar. Gipoksik o'zgarish degani nima degani? O'sha tug'ruq vaqtida bolani travma olib tug'ilishi yoki o'sha tug'ruq davrida travmadan keyin bosh miyaga qon quyilishlari yoki boshga qon yaxshi bormasligi mana shu eng katta asosiy sabab omillar bo'lib hisoblanadi. Bolalarimizda ZPR tashxisi hozir ko'payib boryapti. Ko'p mutaxassislar, nevropatologlarimiz bu tashxisni ko'p qo'yishyapti. Qaysi bolalarimizning rivojlanishini qaysi davrlardan boshlab bu belgilar paydo bo'ladi, kechikishlar va ota-onalarimiz bolalarimizdagi qaysi belgilarga qarab ular xavotirga tushishligi kerak va mutaxassisga murojaat qilishligi kerak? Ko'pincha nutqni shakllanishi 1,5-2 yoshgacha bo'lgan davrda shakllanish boshlanadi. Albatta 1,5-2 yoshdan keyin agar bolalarimiz gapirmasa, albatta to'r mutaxassisga, nevropatolog yoki logoped, defektologga murojaat qilishlari tavsiya qilinadi. Ko'pincha 1,5-2 yoshdan keyin nutq markazi shakllanishni boshlaydi. Endi uzoq bilan 2 yoshgacha albatta kutiladi. 2 yoshdan keyingi o'sha davrda to'liq xavotirga tushish asosli hisoblanadi. Albatta to'r mutaxassisga murojaat qilish kerak bo'ladi. Oylik paytlardan masalan belgilarni ko'rsatadimi bolalarda kechikish? Albatta oylik davrda bolalar nevropatologini tashxisi asosiy omil hisoblanadi. Ayniqsa tug'ilgandan keyin bola 2 oylik davrida bolalar nevropatologiga murojaat qilish kerak bo'ladi. Unda nevropatolog o'zini kerakli tekshiruvlarini qiladi. Tekshiruvga asoslanib qanaqadir bolada reflekslarida yo mushak tonuslarida problema bo'ladigan bo'lsa, muammo bo'ladigan bo'lsa, albatta ultratovush tekshiruvi, neyrosonografiya deydi, o'zi tekshiruvga buyuriladi. O'sha neyrosonografik tekshiruvda albatta miyadagi qanaqadir jarayonlar, miyada organik buzilishlar bormi yo'qmi, o'sha o'zi tekshiruv asosida aniqlanadi. Bunda o'sha albatta o'sha mutaxassis bolalar nevropatologi uchetiga qo'yib qo'yadi. Ya'ni bolada qanaqadir gipoksik o'zgarish yo qanaqadir qon quyilishdan keyingi holat yo tug'ruq jarayonidan keyingi holatlar nevropatolog nazoratiga qo'yib qo'yadi. O'shanda bolalarda xavf gruppasiga, ya'ni organik zararlanish kasalliklar guruhiga kiritib qo'yadi. Unda albatta o'sha bolada qanaqadir kechikish aqli ongida kechikishni payqaydi yoki qanaqadir harakat sferasida o'zgarish bo'lishini payqab, nevropatolog tashxisi bilan to'r mutaxassislarga, o'sha logoped, defektolog, neyropsixologlarga tavsiya qilinadi. Asli bu tashxis, ZPR tashxisi necha yoshdan boshlab bolalarimizga qo'yiladi? Bu ZPR deyiladi, ya'ni o'zbek tilida aqliy qoloqlik.
asosan 2 yoshgacha bo'lgan, 2 yoshgacha kutiladi, 1,5-2 yoshgacha. 2 yoshdan keyin уже zipiri, ya'ni aqlni pasayishi yoki aqlni orqada qolishi tashxisi qo'yiladi. Endi ko'p ota-onalarimiz bu tashxisni bolalar ko'rishgandan keyin xavotirga tushib qolishadi-da. Bolam bo'ldi, shu tashxis bilan umrbod ketadimi degan tushunchalar bor. Endi soddalashtirib xalq tilida tushuntiradigan bo'lsak, o'sha zipiri, aqlni ongni pasayishi bu juda katta bir mavzu hisoblanadi. Masalan, zipiri tashxisi qo'yilgandan keyin birinchi navbatda bolalar nevropatologiga murojaat qilinadi. Agar yengil turlari bo'lsa, albatta uni elektroensefalografik tekshiruv qilinadi. Ya'ni egida miyani ishlash faoliyati qanaqaligini aniqlab beradigan funksional tekshiruv usuli hisoblanadi. Egi tekshiruv qilganda o'sha miyani elektrik aktivligi aniqlanadi. Ayniqsa bolani aqli, ongi, fikrlashiga javob beruvchi markazlar bo'ladi. Bu markazlarga peshona bo'lagi, chakka bo'laklari, ya'ni ko'proq aktiv miya yarim shari chap chakka yarim shari hisoblanadi. Bundan tashqari o'ng miya bilan chap miyani birlashtirib turuvchi qadoqsimon tana, korpus callosum yoki mezotelium deydi. Uni funksiyasi yoki hippokamp, limbik sistemalar elektroensefalografik tekshiruv usuli asosida aniqlanadi. Agar egida qanaqadir qo'pol o'zgarish bo'ladigan bo'lsa, albatta qo'shimchasiga MRT tekshiruvlari buyuriladi. Bunda agar MRTda tekshiruvda qanaqadir chuqur organik kasalliklar bo'ladigan bo'lsa, bunda albatta ota-ona xavotirga asos bo'ladigan kasallik chiqsa, tezda nevropatologga murojaat qilish kerak. Bizda erta rivojlantirish yo'lga qo'yilgan. Bolalarni mana 6 oylikdan boshlab biz mashg'ulotlarga olamiz. Reabilitatsiya ishlari olib borilyapti-da. Poliklinikada ham, tibbiyot xodimlari ham shu narsani targ'ib qilishyapti. Endi 6 oylik bolalarimizga masalan harakat tayanchida nuqsoni bo'lgan bolalarni erta olamiz 6 oylikdan boshlab. Chunki ularda keyinchalik chaynovida ham, yutinishda muammolar bo'ladi. Endi ba'zi ota-onalarimiz bor, bir tomonlama qarashadi-da. Agar nevropatologga borsa, defektolog logoped mutaxassisini keyinga surishadi. Ba'zi ota-onalarimiz aytishadiki, "Hadim dori berib yuboraman, undan ko'ra mashg'ulotga qo'yaman. Mashg'ulotni o'zidan bolani yaxshilab olaman, chiqarib olaman" deb o'ylashadi. Bu fikr qanchalik to'g'ri ota-onalarimiz uchun? Bu faqat o'sha birinchi o'rinda bu yuqorida aytganimdek, agar o'sha zipiri, aqli pastlik, o'sha aqldan qoloqlik bo'lgan bolalarda o'sha qo'shimcha paraklinik tekshiruv EEG, MRTga asoslanadi. Agar yengilroq zipiri ko'rinishdagi bo'lgan bolalarda faqat elektroensefalogramik tekshiruv asosida aniqlanganda, o'sha miyada qanaqadir buzilishlar bormi, peshona bo'lagida qanaqadir nezrelisi, rivojlanish nuqsoni bormi? Agar bo'ladigan bo'lsa, albatta nevropatolog davolaydi. Bundan tashqari o'sha zipiri bo'lgan bolalarda nutq kechikishi bo'ladi. Nutq kechikishida biza o'sha nutq markazini uyg'otadigan, nutq markazini rivojlantiradigan medikamentoz dorini yo medikamentoz davoni nevropatolog yozib beradi. Lekin yana bitta asosiy narsa bularda nutqqa javob beradigan artikulyar organlar bo'ladi. Ya'ni til, lab, ovoz bo'ylami, yumshoq tanglar, pastki jag'lar albatta ishtirok etadi. Bunda logoped, defektolog, neyropsixologda ko'magi kerak bo'ladi. Biza faqat tor mutaxassislar o'sha zipiri, aqliy qoloqlik bolalarni nevropatologda o'zi davo muolajasi samara bermaydi. Albatta hamkorlikda davolash kerak bo'ladi. Shuni tushuntirishimiz kerak-a? Albatta. Bunda agar faqat nevropatolog zipirini o'sha aqli qoloqli bolani davolashida davo samara bermaydi. Albatta logoped bilan, defektolog bilan, neyropsixolog bilan, endi buni ichiga yana tor mutaxassislar kirib ketaveradi. Aboterapiya, ebiterapiya deydi, sensorniy integratsiya deydi. Bular hammasi o'sha zipiri bo'lgan tashxisi bo'lgan bolalarga lozim, kerak deb hisoblayman. Chunki hozir noto'g'ri tushuncha bor-da mutaxassislarning o'rtasida ham. Masalan, zipir tashxisli bolalarimizga faqatgina mashg'ulotni o'zi yetarli degan tushuncha targ'ib qilinyapti. Endi uni darajasiga qaraladi. Mana birinchi, ikkinchi, uchinchi daraja. Yengil darajalari bo'ladi miyada organik buzilishsiz, ya'ni EEG qilganingizda ham yo MRT qilganingizda ham boshda hech qanaqa patologik o'choqlar aniqlanmaydi.
unda albatta logoped yoki defektolog o'sha logoped yoki defektologni o'zi yetadi deb o'ylayman. Ikkinchi, uchinchi darajalarda MRTda, EEGda qanaqadir zararlanish chiqqanda hamkorlikda davolasak maqsadga muvofiq bo'ladi deb o'ylayman. Bolalar ham vaqtdan yutib qolishadi. Albatta. Pedagogik Davo samarasi yaxshi bo'ladi. Pedagogik qarovsiz bolalar bor. Albatta. Faqat ertalabdan kechgacha telefonda o'tirishadi. Keyin oilaviy muhit nosog'lom bo'lganda bolalarda ham shu holat kelib chiqadi. Zapar tashxisli holatlari. U holatda pedagogning o'zini kuchi yetishi mumkin, lekin qanaqadir miyada ichki tomonda organik holatlar yuz berayotgan bo'lsa, albatta nevropatolog xodimlari bizga kerak bo'ladi. Albatta. Yana shunaqa holatlar bo'ladi. Bolalarimizni mashg'ulotga olganimizdan keyin bolalarda o'sish dinamikasi ko'tariladi. Ya'ni bolalar rivojlanishi tezlashib boradi. Lekin ayrim sabablarga ko'ra mana viloyatdan keladigan ota-onalarimiz bor. Ma'lum muddatda ularga tanaffus berishga majbur bo'lamiz. Chunki bolalarimiz uyini sog'inib qoladi, uyga borib kelish kerak bo'ladi yoki qanaqadir oilaviy muhit sababli mashg'ulotlarning orasida uzilish bo'lib qoladi. Shunaqa vaqtda bolalarimizda orqaga qaytish holatlari yoki rivojlanishdan to'xtash holatlari bo'ladi. Aynan shunaqa holatlar qanaqa bolalarimizda kuzatiladi? ZPR tashxisi bu umumiy tashxis hisoblanadi. ZPR tashxisi bilasizki, ko'p nervli kasalliklarda qo'shilib keladi. Masalan, DTP deydi, bolalar miya falaji deydi. Ular albatta ZPR aqliy ongini pasayishi bilan keladi. Bundan tashqari shunaqa genetik kasalliklar bor bizada. Sindrom Williamsa deydi yoki sindrom Angelmana deydi. Va hokazo. Yoki qanaqadir miyada organik chuqur buzilib zo'rayib boruvchi, rivojlanib boruvchi organik kasalliklar, leukodistrofiya kasalliklari ham xuddi o'sha ZPR fonida keladi. Ko'pincha bizni davo samarasi ham sizlar shug'ullangan logopedik defektdagi mashqlar ham davo samarasi bermaydi. Bunda albatta chuqurroq tekshiruv usullari tavsiya qilinadi. Masalan, o'sha Williamsa deydi yo sindrom Angelmana va hokazo qanaqadir mnojественно ko'p nuqsonli kasalliklar uchraydi. Bunda albatta birinchi o'rinda bolalar nevropatologi ko'rib tavsiya beradi. Agar qanaqadir bolada genetik xavf sezadigan bo'lsa, albatta genetik tekshiruvlar qilinadi. Yoki qanaqadir bolada chuqur boshqacha nevrologik organik buzilishlar bo'ladigan bo'lsa, MRT tavsiya qiladi. Bundan tashqari u agar MRT yo qo'shimcha tekshiruvlar hammasi toza chiqib, bar bolada qanaqadir regress bo'ladigan bo'lsa, ZPR tashxisi ko'pincha umственный отсталость deydi, F70 tashxisi. Aqli psixikasini orqada qolishi bilan bo'ladigan jarayon hisoblanadi. Bu ko'proq bolalar psixiatriga murojaat qilinadi. Bundan tashqari eng katta muammo, dolzarb muammolardan hisoblanadigan narsa oilaviy muhit hisoblanadi. Agar oilaviy muhitda tinchlik bo'lmasa, oilaviy muhitda doimiy stress bo'ladigan bo'lsa, qanaqadir psixoemotsional zo'riqish bo'ladigan bola bo'lsa, na biza bolalar nevropatologi, na siz hech qanaqa yordam bera olmaysiz. Birinchi o'rinda oilaviy muhitni to'g'irlash kerak bo'ladi deb hisoblayman. Juda ham to'g'ri gapirdingiz. Eng ko'p savol ham shu haqda bo'ladi, ota-onalardan. Bola yaxshi tug'ilgan, hech qanday organik muammolar yo'q bo'ladi, lekin bola qanaqadir qo'rquv oldi, stress oldi yoki keyingi farzand tug'ildi, bolada nutq rivojlanishi orqada qolishni boshladi hamda bolaning emotsional xulq-atvorida o'zgarishlar paydo bo'ldi. Shunaqa holatlar ham kuzatiladi. Shu qanchalik haqiqatga yaqin? Bu meni hayotiy tajribamda juda ham ko'p bo'lgan, ayniqsa birinchi tug'ilgan farzandga ota-ona juda ham ko'p mehr beradi, juda ko'p vaqtini ajratadi. Mana o'sha bola vaqt bilan 3 yosh, 4 yoshga kirgandan keyin birdan ikkinchi farzand tug'ilib qoladi-da. Bu katta farzand esdan chiqib ketib qoladi. Bu kichkina tug'ilgan bolaga ko'proq mehr e'tibor beriladi. Endi bu muntazam o'sha narsani qabul qilib yurganki kerakli mehrda. Bunda ostriy reaksiya stress holati, ya'ni kuchli stress, psixogen stress holatiga tushadi. Bunda nima yuzaga keladi? Bunda mutizm, ya'ni umuman muloqot qilish bo'lmaydi, gapirish bo'lmaydi yoki qanaqadir isterik holatlar yuzaga keladi. Ya'ni isterichskiy nevroz yoki isterik sudorga holatlari yuzaga keladi. Chunki bolaning umumiy psixologik buzilishlari yuzaga keladi.
Bunaqa holatda ham nevropatolog ko'rigidan o'tkazishligi kerak, nevropatolog ham psixolog. Endi albatta birinchi o'rinda psixolog hamkorligida, ya'ni konsilium orqali kelib chiqish sababi bartaraf qilinadi. Agar miyada qanaqadir organik buzilish aniqlansa, nevropatolog umumiy tinchlantiruvchi va hokazo dori preparatlarini yozib beradi. Defektolog, neyropsixolog bilan hamkorlikda davolanadi. Baribir oilaviy muhit birinchi o'rinda bo'ladi deb hisoblayman. Hozir men tinchlantiruvchi dorilar deganingizga esimga tushib ketdi. Ko'p shu tinchlantiruvchi dorilarimizda shunaqa gap bor, bolani o'sishini, miyasini rivojlanishini orqada qoldiradi degan gaplar yuradi. Endi qaysi tinchlantiruvchi dorini berishiga bog'liq. Masalan, psixotrop gruppasiga kiruvchi dorilar, endi bular ko'pincha qanaqadir bolada psixik o'zgarish bo'lgan, sensor buzilishlar bilan, psixomotor qo'zg'alishlar bilan, xulqini o'zgarishi bilan bo'ladigan chuqur psixik kasalliklarga, o'tkir psixik kasalliklarga psixotrop dorilar bermasdan iloji yo'q. Masalan, ZPR deydi, o'sha ZPR yoki SDVga sindrom defitsit vнимания giperaktivnosti bo'lgan bolalarda bor, bizning tinchlantiruvchi dorilar bor. Hech qanaqa organizmga tobiiylik yo kumulyatsiya, ya'ni organizmga yig'ilib qoluvchi xususiyati yo zararli ta'siri bo'lmaydi. Hozirgi kecha kunduzda meditsina juda rivojlangan, shunaqa preparatlar bor. Tobiiylik chaqirmaydi. Eng asosiysi markaziy nerv sistemasi, bosh miyani hech qanaqa zararli, toksik zaharlamaydi deb o'ylayman. Bu baribir bola uchun kerak-da. Agar o'sha ZPRni gipo va giper qo'zg'aluvchanlik turlari bo'ladi. Endi sizga ham keladi. Gipo degani sust, komandalarni juda sekin bajaradiganlari bo'ladi. Misol uchun ularga ko'proq stimulyatsiya qiladigan dori vositalari kerak bo'ladi. Giper degani bo'ladi, qo'zg'aluvchi shakli bo'ladi. Qo'zg'aluvchi shaklida o'sha kelib chiqish sababi aniqlanadi. Misol uchun limbik sistemadami o'sha jarayon yo gipokampdami, qayoqda jarayon ketyapti. Sababi, kelib chiqish sababini aniqlab, o'shanga qarshi kurashiladi. Lekin hozir mana bolalarimizda qo'zg'aluvchanlik juda ham oshib ketyapti-da. STVG, SDV tashxislari ko'payib boryapti. Va bu holatlar bolani akademik bilim olishiga ham xalaqit qilyapti. Bu STVG holatlari, SDV holatlari ZPR holatlarini chaqiradimi? Ya'ni bolani aqliy rivojlanishni kechikish holatlarini qanchalik ta'sir ko'rsatadi? ZPR asosiy kasallik bo'lishi mumkin. Lekin SDVga, ya'ni o'sha sindrom defitsit vнимания giperaktivность, bu qaysidir kasallikda belgisi hisoblanadi. O'sha aqli qoloq bola bilan SDVga ni solishtiradigan bo'lsangiz, SDVga bo'lgan bolalarda, o'sha qo'zg'aluvchan bolalarda birinchi o'rinda aqli, ruhiyati saqlangan holda bo'ladi. Ularni agar yaxshilab anamnezini, kelib chiqish sababini so'rasangiz, oilada juda erka bo'ladi. Aytganini qildiradigan, shu muhit nosoz bo'ladi. Chunki bola juda erkalatib yuborishgan, juda taltaytirib yuborishgan bo'ladi. Birinchi faktor hisoblanadi. Ikkinchi faktor, o'sha bolani yaxshilab anamnezini so'rasangiz, ko'p shirinlik ovqatlar, o'sha shirinliklarni o'ta ko'p yeyish ham bolani o'sha qo'zg'alishiga olib keladi. Yoki fast food yo xamirli ovqatlarni o'ta ko'p miqdorda yeyish o'sha bolani qo'zg'alishiga olib keladi. Bundan tashqari ko'p telefon, boshqa gadjet, televizorlar yoki bundan tashqari qanaqadir bolalar nevrozini bitta ko'rinishi ham o'sha SDVga hisoblanadi. Endi SDVga qo'zg'aluvchan bola asosiy kasallik hisoblanmaydi. Qaysidir kasallikda bir belgisi hisoblanadi. Qanaqa terapiya usullari samarali deb hisoblaysiz shunaqa bolalarimizga? Qo'zg'aluvchan bolalarga ko'proq birinchi o'rinda ularda misol uchun aqli, ongi saqlangan holda bo'ladi. Ularga masalan logoped, defektolog deb tavsiya qilmayman. Ko'proq neyropsixologlar bilan sensorni integratsiya degan o'sha terapiyani davom olijasini o'tkazsa maqsadga muvofiq bo'ladi deb hisoblayman. To'g'ri, chunki mana o'zimiz ham neyropsixologik sensor integratsiya terapiyalarini olib borganimizdan keyin bolalarimizda ancha o'zgarishlar bo'ladi-da. Chunki bunaqa bolalarimizda nutqiy rivojlanish norma holatida bo'ladi ko'p holatlarda. Bu mana hozir neyropsixolog, sensorni integratsiya, abaterapiya deydi. Bu hali bizning xalqimizga to'liq yetib kelmagan deb o'ylayman. Endi
Bu chet ellarda, boshqa davlatlarda juda ham keng yo'lga qo'yilgan. Har bir tumanlarda, ularda har bir rayonlarda juda ham katta mana shunaqa markazlar, reabilitatsiya markazlari bor. Ya'ni o'sha bolalarni ijtimoiy sog'lom muhitga moslashtiruvchi markazlar hisoblanadi. To'g'ri yo'naltirish, ya'ni tashqi muhitga adaptatsiya qilish, o'sha kommunikatsiya deydi, moslashtirish yo'lga qo'yadigan soha hisoblanadi. Bu endi bizada endi kirib kelgan yangi yo'nalish hisoblanadi, lekin bu isbotlangan meditsinada tasdiqlangan narsa hisoblanadi. To'g'ridan to'g'ri o'sha bolani masalan holatini belgilab, o'sha tor mutaxassis belgilab tashxis qo'ygandan keyin, mana misol uchun siz ko'rasizda, bolada qo'zg'aluvchanlikmi yo tormizlanish ko'pmi? O'shanga qarab siz o'sha komandalarni buyurasiz. Masalan, qo'zg'aluvchan bo'ladigan bo'lsa, ortiqcha energiyasini kerakli nimaga ishlatishni tavsiya qilasiz. Menimcha bu endi keyinchalik xalqimizga sekin-sekin yetib boradi deb o'ylayman. Hali bu yangi tushuncha hisoblanadi. Endi iloji boricha mana shu narsa bo'yicha ko'proq o'sha logoped, defektolog, neyropsixolog, aboterapiya, sensoriy integratsiya bo'yicha ko'proq ma'lumot berish kerak deb o'ylayman. Ancha ota-onalar tushunib qolishdi bu sohalarni. Bu narsani ko'proq markazda yaxshi tushunishadi. Viloyatlarga borib, san bolangga sensorni integratsiya kerak, aboterapiya kerak desangiz, ular nimaligini, mohiyatini tushunmaydi ham, bilmaydi ham. Chunki gapirmayotgan bolani ota-onasi bizga murojaat qilishganda, bolam gapirsin deb kelishadi, lekin biz aytamiz, asosiy muammo bu yerda hozir gapirish emas. Undan oldingi fundamentlarni mustahkamlashimiz kerak. Qo'zg'aluvchanligini bosishimiz kerak, sensor yetishmovchiliklarni to'ldirishimiz kerak. Keyin oxirgi bosqichda logoped mutaxassislariga qo'yamiz deb tushuntiramiz, lekin asosiy ularda talab shunaqa bo'ladi. Bolam gapirsin. Birinchi tushunchalarni oshirganimizdan keyin, tushunishni boshlagandan keyin nutq o'z-o'zidan chiqishni boshlaydi bolalarimizda. Albatta. Va hozirgi muammoli dolzarb mavzularimizdan autizm mavzusi, tashxislash jarayoni ko'pincha hali to'liq anaqa qilinmayapti. Tashxislash jarayoni amalga oshirilmayapti. Shu autizm tashxisini tashxislash uchun qanaqadir ko'riklar yoki tekshiruvlar bormi bizda? O'zimizdan O'zbekistonda. Autizmni o'sha yuqorida aytib o'tganimdek, juda bir katta mavzu va juda ham og'riqli mavzu hisoblanadi. Bu aniq qaysi mutaxassis davolashi bo'yicha davo standarti hali to'liq yo'lga qo'yilmagan. Har xil teoriyalar, har xil gipotezalar bor. Kimdir bolalar nevropatologi davolash kerak deydi, kimdir psixiatr davolash kerak deydi, kimdir chiqib logoped bu yoqda men davolayman deydi, defektolog chiqib men davolayman deydi. Umumiy birinchi o'rindagi asosiy narsa tekshiruv usuliga asoslanib bolada autizmning qaysi turi shakllanadi, o'shanga qarab belgilanadi. Tipik, atipik turlarga bo'linadi. Agar tipik turi bo'ladigan bo'lsa, ko'proq bu narsa genetikaga bog'liq bo'ladi yo ko'proq psixiatricheskiy patologiya hisoblanadi. Agar atipik turi bo'ladigan bo'lsa, ko'proq o'sha bosh miyada qanaqadir organik buzilishlar bilan bog'liq bo'lgan patologiya hisoblanadi. Masalan, tipik turida qanaqadir tekshiruv usullari qilsangiz, paraklinik tekshiruv usuli qilasizmi yo MRT yo nimadir tekshiruv qilsangiz ham, ularda hech qanaqa organik zararlanish bo'lmaydi. Demak, albatta ularga genetik tekshiruv buyuriladi yoki bolalar psixiatriga tavsiya qilinadi. Endi atipik turi bo'ladigan bo'lsa, bu ko'proq autizmni o'xshash belgilari bo'ladi bolada. Lekin ularda o'sha anamnezini kelib chiqish sababini yaxshi so'rasangiz, tug'ruqdagi patologiyalar bo'ladi. Yo tug'ruqdan keyingi qanaqadir kuchli shamollashlar yo qanaqadir nevrologik buzilishlar bilan UZIda yo MRTda yo EEGda qanaqadir organik zararlanishlar bilan keladi. Agar atipik turi bo'lib qanaqadir bolada autopodobniy sindromlar bilan qo'shilib keladigan bo'lsa, bularni davo ehtiyot choralari qilish kerak. Bunda davo samaradorligi 2 yoshgacha bo'lgan davrda yaxshi samara beradi. Davo samara qilganda. Bundan tashqari unda o'sha tor mutaxassislardan tashqari o'sha defektolog, logoped, neyropsixologlar bilan hamkorlikda davolasa, undan ham yaxshi bo'ladi. Agar tipik turi bo'ladigan bo'lsa, bunda bizani ham neyropsixolog, logopedlarda ham davo samarasi juda ham kam bo'ladi. Masalan, sindrom Retta deydi. Qiz bolalarda uchraydi. Bunda albatta agar genga qon topshirsangiz, bunda haqiqatan ham qaysidir genning mutatsiyasi chiqadi.
Sindrom Asperger deydi masalan. Sindrom Asperger bu atipik autizm hisoblanadi. Ularda aql, ong, salohiyat, intellekt joyida bo'ladi. Qaytanga sog'lom bolalardan ham kuchli bo'ladi. Ular kompyuter programmalash, dasturlash, aytish deb ularga teng keladigani bo'lmaydi. Ayniqsa shaxmatlar o'ynash bo'yicha mirovoy chempionlar bo'ladi. Asperger kasali. Lekin ularda kommunikatsiya, sotsializatsiya, adaptatsiya degan narsa bo'ladi. Ular chiqishib kelisha olmaydi. Misol uchun bolalar bilan o'ynay olmaydi. Ko'proq o'zi yolg'iz qolib, yolg'iz o'tirishni yaxshi ko'radi. Ularga albatta o'sha reabilitatsiya markazlarida neyropsixologlar, o'sha defektolog opetlar kerak bo'ladi. Chunki ular o'sha tashqi muhitga moslashtirish kerak bo'ladi. Sindrom Kanera degan autizm masalan turi bor. Unda juda ham psixik qo'zg'alishlar juda ko'p bo'ladi. Endi yana bitta narsa borki, shunaqa kasallik bor, mana psixiatriyada biz ham psixiatrlar biladi. Детский shizofreniya degan kasallik bor masalan. Детский shizofreniya ham birinchi 2 yosh, 3 yosh bo'lgan davrlarda ham xuddi autizmni belgilarini beradi. Autizm belgilarini beradi. Keyinchalik o'sha miya shakllanib bola o'sgan sari, keyin qo'shimcha shikoyatlar yana qo'shilib kelgan sari, undan keyin o'sha bolada детский shizofreniya aniqlanadi bolalarda. Endi shunaqa holatlar ko'p bo'ladi, noto'g'ri tashxislanishi bo'ladi. Bolani ko'rsangiz, xuddi autizm belgilarini beradi. Quloqlarini berkitishi, kommunikatsiya yo'qligi, sensor buzilishlar. Lekin korreksion jarayonlarni olib borganingizda, o'zimizning amaliyot jarayoni juda ham ko'p bo'ldi-da. Bu bolalarimizni to'liq sog'lom bolalar qatoriga qo'shilishdi. U soxta autizm simptomlari hisoblanadi. Autopodobniy priznaklar deydi, autizm simptomlari bo'ladi. Lekin o'shani siz o'sha ko'proq shu logoped, defektolog, neyropsixologga shug'ullanish davomida chiqib ketishi bu autopodobniy sindromlar hisoblanadi. Bunda qanaqadir demak MRTda yo EEGda yo o'sha neurologik qanaqadir o'zgarish, miyada buzilish bo'lgan. Masalan, kallachi bosim oshib ketsa ham bolada mana shunaqa quloqda birinchi quloqni yopishda asosiy sabab sensor buzilish deyiladi, bilasiz. Asosiy ikkita sabab bo'ladi. O'sha giperakuziya deydi. Mana misol uchun biz shovqinni normal qabul qilsak, ular bizdan 10 barobar ko'p qabul qiladi, sirasi quloq yopishadi. Giperakuziya holati deyiladi. Yoki kuchli bosh aylanishi bo'ladi. Головокружение deydi. Kuchli bosh aylanishi. Bu ham sensor buzilishga kiradi. O'shanda ham quloqni yopadi. Bunda qanaqadir o'sha bosh miyada organik buzilishlar bo'ladi. Bularda albatta lecheniya davomida davo samarasi yaxshiroq bo'ladi. Demak, bolaga kuzatuvga qo'yiladi, sirazi tashxis qo'yilmaydi. Yo'q. Va qanchadir muddatdan keyin bu holatlar qolinsa, keyin to'liq tashxisga kiritiladi bolalarimiz. Chunki hozirda ko'pda shunaqa bolalarimiz ras bilan so'roq, ya'ni podvopros bilan qo'yishadi. Shug'ullanilgandan keyin sog'lom bolalar qatoriga qo'shilishyapti-da bolalarimiz. Agar siz shug'ullanganingizda davo samara beradigan bo'lsa, bu autopodobniy sindromlar deyiladi. Soxta autizm belgilari bo'ladi. Shuning uchun ko'pchilik ota-onalar "Men bolamga autizm tashxisi qo'ydi, yaxshi bo'lmaydi." Endi ular birinchi o'rinda biz ota-onalar internetdan kavlaydi, internetdan qaraydi. Autizm desa o'zi autizmga davo yo'q, autizm unaqa. Lekin uni turini bilish kerak. Autizm tipikmi, atipik turimi? Agar atipik turi bo'lsa, meni praktikamda ham, sizda ham mana 16 yildan beri ishlayapsiz. Sizni hayotiy praktikangizda ham 100% yaxshi bo'lib ketganlar juda ko'p. Ko'pda. O'shancha tushkunlikka tushib qolmaylar va internetda o'qimaylar deymiz-da. Mana shu gapni aytaman. Autizm qaysi turligini bilish kerak birinchi. Autizm xuddi ana gripp, shamollanman deydi-ku, shunaqa bo'lib qoldi-da. Bu katta mavzu hisoblanadi deb o'ylayman. Mana bizda MKB 10 bo'yicha hozir turlarga qarab bo'lganmiz. Kanner, Asperger. Hozir MKB 11 bo'yicha bular darajalarga ajratilyapti. Yengil, o'rta, og'ir. Biz hali bu MKB 11 ga o'tmadik. Yo'q, hozircha o'tgan, hozircha MKB 10 da ishlayapmiz biz. Endi nutqiy rivojlanishlardan kechikish naslga bog'liqmi? Masalan, aytishadi, otasi o'zi kech gapirgan yoki akasida shunaqa nuqson bor. Tog'asi kech gapirgan, shuning uchun kech chiqyapti nutqi deb aytishadi. 99 ga 1% hisoblanadi. 1% qanaqadir nasli moyillik bo'lishi mumkin. 99% holatda unaqa bo'lmaydi. Bizning eng katta xatoyimiz shu hisoblanadi. Ya'ni otasi kechikib gapirgan, bola 5 yashar.
otasi maktab yoshiga borganda maktabda gapiruvdi, maktabga borishdan 1 yil oldin yo 6 yoshda gapirib ketgan, bu ham shunaqa deb kutib qolishadi. Ungacha o'sha nutq markazlari, hamma narsalar shakllanib bo'ladi. Na nevropatolog, na sizni davo samarangiz yaxshi yordam bermaydi. Bu kechikish juda yomon narsa hisoblanadi. Bizda ko'pincha o'sha otasi yo onasi siz aytgandek, yo tog'asi yo amakisi kecha gapirgan yoki yana bitta ibora bor, kuchini olsa yaxshi ketadi degan ibora bor. Viloyatlarda ayniqsa keng tarqalgan. Necha yosh, 3 yosh, nima gapirmaydi bu desa, hali kuchini olsin, suyak sal qotsin. Bizda shunaqa o'zbeklarda ibora bor, suyagi qotsin, kuchini olsin, bu gapirib ketadi deydi. Ungacha biza 5 yoshgacha yo 3 yoshgacha bo'lgan davrda harakat qilsangiz davom muolajasi bo'ladi, chunki immunni o'sha chakka qismdagi zona broka vernika markazlar hali nezril shakllanmagan bo'ladi. Nima davo muolajasi qilsangiz, shuncha davo samaradorli bo'ladi. Ayrimlar 12 yoshda ham olib keladi sizga kelgandir. 15 yoshda ham olib keladi. Bizga shunaqa bolalar olib kelgan. 20 yoshar, 30 yoshar bolalarni olib kelish. Juda ham kechikish hisoblanadi, kech murojaat hisoblanadi. Endi hozir aytibsiz-ku, haqiqatda bo'lganda shunaqa amaliyotda kech olib kelishadi. Biz endi tushuntirishlarni olib boramiz ota-onalarga. Baribir ba'zi ota-onalarimizda shunaqa tushuncha bor. O'zi gapirib ketadi deb kutishadi, bolani vaqtini o'tkazib qo'yishadi. Va shunaqa holatlar ham bo'lgan. 10 yosh, 9 yoshli bolalarda nutq chiqmagan holatlari ham bo'lgan. Masalan, necha yoshgacha rivojlantirish mumkin va necha yoshdan keyin shug'ullanilgan samarasi bo'lmaydi. Maktab yoshigacha maksimal darajada. Maktab yoshigacha nima harakat qilsangiz davo samaradorligi yaxshi bo'ladi. Maktab yoshidan keyin kuzatganamdirsiz, maktabdan keyingi davrda davo samarasi, mana masalan maktabgacha bo'lgan davrda 50-60% davo samarasi bo'ladigan bo'lsa, maktabdan keyingisi o'sha davo samarasi tushib ketaveradi. 20%, 15% bo'lib tushib ketaveradi. Chunki ungacha o'sha nutq markazi o'sha shakllanib, boricha bor, defekt o'sha chandiqlar yo nuqsonlar qolib ketadi. Oxirgacha rivojlanmasligi ham mumkin. Va shunaqa holatlar bo'ladi. Ko'pincha aqli zaif bolalarimizda nutq oxirgacha rivojlanmay qoladi yoki umuman chiqmaydi. Shug'ullanamiz, shunaqa ota-onalarimiz bor, apparatlar ham olishgan, lecheniya ham qilishgan, medikamentoz bilan davolashlari ham bo'lgan va korreksion jarayonlarini ham olib borganmiz. Faqatgina tovush chiqqan, qanaqadir ovozli chiqarishni boshlagan, lekin nutq chiqmagan. Bu o'sha nutq markazini to'liq zararlanib, shakllanmay qolib ketadi. Bunda endi biz asosiy davo samarasida masalan biz markazda davolayveramiz. Agar bosh miyada organik buzilish bo'lgan taqdirdagina biz markaz, nutq markazi, o'sha gipokamp deydi, limbik sistema deydi, qadoqsimon tana deydi, yo peshana bo'lagida qanaqadir tekshiruv qilganda qaysi jarayonda qanaqa patologik ketayotganini biz aniqlab, o'shanga qarshi davo qilamiz. Agar bizada hech qanaqa o'zgarish chiqmasdan, egida ham yo agar yana MRT lozim bo'ladigan bo'lsa, MRT tekshiruvda ham agar MRT yo egida to'liq hech qanaqa patologiya aniqlanmaydigan bo'lsa, bunda ko'proq umstvenniy attestatsiya, ya'ni F70 tashxisi, umstvenniy o'sha aqli ruhiyatning chuqur qoloqligi hisoblanadi. Hozir mana gipokampga aytganingizga bitta onajonimiz shu savolni berishni iltimos qilganingizlar. Farzandlariga sklerozli gipokampga tashxisi qo'yilgan va sudurgi bilan birga kechadi bu holat. Hozir 5 yoshda aniqlangan bo'lsa, bola hozir 8,5 yoshda. Sudurgiga dorilarni ichishgan, hozirgi kunda sudurgi dorilarni to'xtatishgan vrach ko'rsatmasi bo'yicha. Va ona aytayotdilar, bolamda emotsional xulq-atvor kuchayib boryapti. Ya'ni qo'zg'alish, ma'lumotlarni olish, ko'p narsaga asabiylashish va tez yig'lash holatlari bo'lyapti. Bu tashxis bilan bog'liqmi? Qanaqa parvarish qilishim kerak bu yog'iga? Asoratlari bo'ladimi bu tashxisni? Buni birinchi o'rinda haqiqatdan ham skleroz gipokampa bormi yo'qmi uni aniqlash uchun MRT tavsiya qilinadi. 3 teslalik, ya'ni 3 tesla MRT qilinadi, 3 teslalik va epi protokol bilan qilinadi. Bu visochniy epilepsiya deydi. Bu sekin rivojlanib boruvchi kasallik hisoblanadi. Ya'ni bu epilepsiyadan keyingi holat, ya'ni epileptический ensefalopatiya deyiladi bu narsa. Bu ko'proq haqiqatan ham qizlarda uchraydi. Birinchi o'rinda xulqi, atvori, o'sha har tomonlama xotirasi pasayib ketadi. Buni birinchi o'rinda bularda ko'proq genetik fon bo'ladi. Qaysidir genni mutatsiya bo'lishi hisobiga bo'ladi.
albatta bunda iloji boricha o'sha tor mutaxassisga murojaat qilib, MRT yana qo'shimcha kerak bo'lsa yo elektroensefalogrammaga, ya'ni monitoring egila chiqqan hozir, nочной 6-8 soatlik. Bunaqa tekshiruvlar lozim bo'lsa, genetический полный exom gen analiz ve sekverizatsiya degan analiz bo'ladi. O'sha analizda topshirish tavsiya qilinadi. Bu tashxisni davolasa bo'ladimi, yo'q qoladimi bu? Uni turiga qaraladi. Agar haqiqatdan ham o'sha tashxis aniqlanadigan bo'lsa, biroz murakkab hisoblanadi. Keyinchalik agar medikamentoz davo muolajasi yordam bermasa, albatta xirurgik muolaja o'tkaziladi. Ya'ni o'sha qaysi o'sha ikki chakkada patologik o'choq, sklerozlashgan o'choqda xirurgik yo'l bilan olib tashlash tavsiya qilinadi. Endi bu oxirgi davo muolajasi hisoblanadi. Bundan tashqari hozir juda boshqa davo usullari chiqqan. Ya'ni gamma noj degan, ya'ni o'sha katta rentgen nurlari bilan o'sha patologik o'choqni kuydirib tashlash. Gamma noj metodlari ham bor. Asosiy ko'rik nevropatologda bo'lishi kerakmi? Agar boshda haqiqatdan ham chuqur organik buzilish bo'lib, epileptik o'choq aniqlansa, ko'proq nevropatologga. Endi birinchi, ikkinchi darajali. Agar 3-4 darajada bo'ladigan bo'lsa, bu ko'proq neyroxirurglar shug'ullanadi deb o'ylayman. Neyroxirurglar. Bizda shunaqa sudurgichli bolalarimiz ko'pda, sudurgi dorilarni ichib yurishadi. Ularni parvarishi va ota-onalar nimalarga ahamiyat berishligi kerak? Baribir sudurgiga ichiladigan dorilar bolalarning aqliy faoliyatlarini pasaytiradi. Yo'q, endi oldinlari masalan barbiturat gruppasiga kiruvchi dorilar bo'lgan. Buning ichida fenobarbital yoki benzanal degan shunaqa dori nomlari bo'lgan. Ular ko'proq kumulyativ xususiyati bo'lgan, ya'ni o'sha jigarga yig'ilishi, organizmga yig'ilishi, jigarda toksik zaharlash xususiyatlari yo markaziy nerv sistemalarini faoliyatini, ishlash faoliyatini, kognitivniy funksiya deydi, miya ishlash faoliyatini susaytirgan. Endi hozirgacha kunduzda bizada hozirgi dorilar, talvasa xurujiga qarshi dorilar ko'p ham miya faoliyatini o'zgartirmaydi, miya faoliyatini buzmaydi. Misol uchun uzoq muddat ichganda ham aqliy faoliyatga ko'pincha aqliy faoliyatni buzmaydi. Faqat profilaktika maqsadida o'sha jigarning faoliyatini yaxshilovchi, ichak faoliyatini, oshqozon ichak faoliyatini yaxshilovchi ko'proq probiotik, biotiklar bilan yoki jigarni gipoprotektorlar bilan qo'shib berish kerak bo'ladi. Endi bundan tashqari men uni faqat bo'ldi 100% miyaga hech qanaqa zararli ta'siri yo'q deb ayta olmayman. Qanaqadir malotoksiskiy действияsi bo'ladi. Albatta sudurgiga qarshi dori ichadigan bolalarga endi o'sha tor mutaxassis ko'rgandan keyin ularga miyani membranasini himoyalovchi preparatlar, ko'proq omega 3lar, aminokislota listinlar, qo'shimcha biologik aktiv добавкалар deydi, batli tavsiya qilinadi. Bunaqa bolalarimizda xulq-atvorda ham o'zgarishlar bo'ladimi? Emotsional holatlarida masalan qaysi kasalliklar? Sudurgiga. Endi sudurgi deganda sudurgining ham turi ko'pda. Fibril talvasa xurujlari bor. Misol uchun ularda hech qanaqa xulqida buzilish bo'lmaydi. Epilepsiya kasalligi bo'ladigan bo'lsa, epilepsiya ham katta mavzu hisoblanadi. Epileptik o'choqda joylashgan joyiga bog'liq bo'ladi. Masalan, peshana bo'lagida bo'ladigan bo'lsa, siz aytgandek psixik buzilishlar bo'ladi. Agar tepa bo'lagida yo chakka bo'lagida o'choqda joylash joyiga bog'liq bo'ladi. Turiga bog'liq bo'ladi. Shunaqa epilepsiyalar bor, ularda hech qanaqa aqliy, ongi yoki psixikasida hech qanaqa o'zgarish bo'lmaydi. Va bolalarimizdagi xulq-atvor buzilishi, isterikaga moyil bo'lishi, bu yosh fiziologiyasiga xos belgilar hisoblaniladi. Qaysi yoshgacha bu normal holat? Bilamiz, ham o'smirlik payti bu holat tabiiy, gormonlar o'zgarishi bilan bog'liq holat deymiz. Lekin asosan maktabgacha yoshdagi bolalarimizda juda ham ko'p uchraydi. Qanaqa holatlarda ota-onalar mutaxassisga ko'rsatishligi kerak va xavotirli bo'ladi? Isterika deydi, isterический nevroz, isterik holat deyiladi. Isterika ham uni turlari juda ko'p. Asosiysi neyrogen, nevrologik yoki psixogen turlarga bo'linadi. Asosiy yoshi masalan kelib chiqishi 6 oylikdan ham boshlanadi. 6 oylikdan ham boshlanadi. Endi mana siz ko'rgan bo'lsangiz, bu affektiv respirator paroksizm degan narsa bu. Bu ham isterika turiga kiradi. Ya'ni yig'lab ko'karib qotib qoladi, nafas ichiga tushib ketadi.
Bu ham isterikani bitta turi. Unaqa bizga juda ko'p murojaat qiladi. Endi biz ham buni affektiv respirator paroksizm deymiz. Misol uchun ukol qilsangiz, o'sha yig'lab bola qotib qoladi. Yoki qo'lida narsa olib qo'ysa, aytganini qilmasa, yo qanaqadir kuchli болевой sindromida yig'lab ko'karib qotib qolish bo'ladi. Bu ham isterikani turi hisoblanadi. Lekin ularda prognozi oxiri blago yaxshi sifatli hisoblanadi. Bu yig'lab qotib qolishda hech qanaqa asorat bo'lmaydi. Ular keyinchalik aql ongi shakllangandan keyin 3-4 yoshdan keyin qoladi. Ularda ko'proq asosiy sabab o'sha gipoksik o'zgarishlar yoki nafas olish markazini yaxshi shakllanmasligi yoki qonda kalsiy bilan gemoglobinda tushib ketishi yoki peshona bo'lagida qo'zg'alish o'choqlari borligi sababli shunaqa yuzaga keladi. Bularda ko'pchilik ota-onalar adashtirib qo'yadi, sudorga deb o'ylashadi, sudorgani turi deb o'ylashadi. Lekin bunda hech qanaqa sudorgani o'choqlari bo'lmaydi. Keyinchalik bola 3 yosh, 4 yoshga chiqqandan keyin bu affektiv respirator paroksizm holati qoladi. Endi bundan tashqari isterika yana ikkinchi turi ko'proq autizm bo'lgan bolalarda uchraydi. Ya'ni xulqini o'zgarishi, sensor buzilishlar bilan kechuvchi turlar hisoblanadi. Bular ko'proq psixogen isterikalar hisoblanadi. Yoki katta balog'at yoshida o'smirlik davrida isterichskiy nevroz deydi. Qanaqadir ularda gormonal buzilish hisobiga ham bo'ladi. Ko'pincha ular turi ko'p. Bir xillari sudorga ko'rinishda kechadi, bir xillari havo yetishmasligi holatida kechadi, bir xillari qo'llari tortishib qoladi, oyog'im qo'lim ishlamay qoldi deyishadi. Ya bir xillari yotib qoladi, ya bir xillari kuchli bosh og'riydi. Bu isterik nevroz hisoblanadi. Bu ko'proq miyada hech qanaqa organik buzilish bo'lmaydi. Bu ko'proq stresslar, qanaqadir psixogen sabablar hisobiga yuzaga keladi. Buni ko'proq nevropatolog emas, ko'proq bolalar psixologi, psixiatrlar davolaydi. Normada o'sayotgan bolalardachi? Normologik holat necha yoshgacha norma isterika qilish bolalarimiz uchun? Yo bu tarbiya oqibatida bo'ladi? Yo'q, buni isterikani o'sha turiga qarab ketilaveradi. Misol uchun isterik nevroz kattalarda ham uchraydi. Bu yoshga ahamiyati yo'q. Har bir yoshda har xil ko'rinishda kechadi isterik nevroz. Masalan, aytamiz, 3 yoshda o'tish krizisi bo'ladi, yosh davriga mos bolalarda. Va shu 3 yoshli bolalarimizda ko'pincha injiqliklar kuchayib boradi. 3 yoshda, 7 yoshda shu qanchalik haqiqatga yaqin? Yo'q, bu narsa bu ko'proq oilaviy muhit bilan bog'liq hisoblanadi. Oilaviy muhit. Agar unda haqiqatan ham isterik holat kuchayib boraptimi, demak uni tor mutaxassis bu boshqa qanaqadir asosiy kasallikning belgisi deb hisoblash kerak bo'ladi deb o'ylayman. Qanaqadir bolada psixik o'zgarish bo'layotganligi to'g'risida bu dalolat beradi deb o'ylayman. Injiqliklar ham shunga kiradi. Yo'q, endi agar injiqlik bo'ladigan bo'lsa, injiqlik ko'proq oilaviy muhitda o'ta erkalanib ketishi, o'ta taltayib ketishi, yoki misol uchun telefonni ko'rabdi bola 3-4 soat, 5 soatdan keyin reska olib qo'ysa, ota-ona olib qo'yapti telefon yo televizorda cheklab qo'yapti. Unda ham bolada isterik ko'rinishdagi simptomlar bo'ladi. Ko'pincha baribir kattalarning o'zi sababchi bo'lib qoladi. Birinchi o'rinda ota-onalar, muhit, oilaviy muhit eng katta sabab bo'ladi deb o'ylayman. Va hozirgi kunda bolalarimizda ovqatlanish bilan bo'lgan muammo juda ham ko'payib boryapti. Endi kattalarimiz ongli ravishda o'zini kontrol qila olishadi, lekin bolalarimizda bu narsa sal qiyinroq bo'lyapti. Bir xil ovqatga o'rganish yoki ovqatlarni tanlab yeyish yoki bir xil bolalarimiz bor, go'sht mahsulotlarini umuman yeyishmaydi. Hozirgi kelayotgan asosan shikoyatlar har bitta 5 ta boladan 3 tasida ota-ona ovqat bilan bo'lgan muammoni aytishyapti. Bu ham patologiya hisoblanadi. Bu ham ovqat tanlab yeyish ham sensor buzilishda bitta turi hisoblanadi. Chunki bu qanaqadir поведенческое нарушение deyiladi. Ya'ni o'sha tarbiyani, ovqatlanish madaniyatini buzilishi hisoblanadi. Bu ikkiga bo'linadi. Normal holatda ham ovqat tanlab yeyish bor, patologik holatda ham ovqat tanlab yeyish hisoblanadi. Masalan, bizda ko'proq autizm bo'lgan bolalarda kuchli tanlash xususiyati bo'ladi. Sog'lom bolalarda oilaviy muhitdagi jarayondan kelib chiqib ovqat tanlab yeyish bo'ladi. Mana o'zimizda normada sog'lom bola, uyda onasi, otasi nima ovqat pishirsa hamma ovqat bor, lekin ular ko'proq ovqat zakaz qilib kelib yeydi. Hozirgi bolalarni, sog'lom bolalarni ko'pincha meva yemaydi. Meva yeyish nimasi yo'q, chunki o'sha markazni o'sha bitta narsaga yo'naltirgan. O'sha markaz faqat o'sha tanlab yeyish nimasi dasturini ishlab chiqqan.
Autizmda bu haqiqatan ham patologik jarayon hisobiga ovqat tanlab yeyish hisoblanadi. Normal holatdagi bolalarimizda-chi sabab nima? O'zimiz o'rgatib qo'yibamizmi shunaqa holatga? Ota-onalarning o'zi sababchi bo'lyapti. Normal holatdagini o'zim bolalarimda ham bo'ladi, sababini topmadim. Endi biz nutritsiolog bilan gaplashganimda nutritsiolog aytdilarki, bolaga mana ta'mi kuchli narsalarni ko'p beramiz-ku. Roltilla, masalan, sok mahsulotlari va tilimizdagi retseptorlar ta'mi kuchli mahsulotlarga o'rganib qoladi va u bolalarimizda keyin ovqatlanish holati buziladi. Ta'mi kuchli narsani xohlayveradi. Ovqatda ta'm endi baribir nimada predpravalar kamroq bo'ladi-ku. Shuning uchun ham shu holat yuz beradi deb aytgan edilar. O'shanga qaysi mutaxassisga o'zi ko'rsatish kerak bunaqa bolalarimizni? Uni ko'proq nutritsiologga ko'rsatiladi. Endi u bizani patologiya hisoblanmaydi. Nutritsiolog yoki gastroenterolog mutaxassislari bilan qilish kerak. Shunday, ular nutritsiolog va gastroenterolog ko'radi. Hozirgi kunda nevrovоспаление degan tushuncha ketyapti. Bu qanaqa holat? Nevropatologlarning tashxisimi? Bu o'zi tashxismi yoki holatmi? Ko'p eshityapmiz-da. Nevrovоспаление deydi. O'sha neyro yallig'lanish deyiladi bu narsa. Bu o'sha yaqin bir yil ichida ommalashgan metod hisoblanadi. Ya'ni unda qonda S-tobelok deydi. S-tobelok oqsili, S100 oqsili, NCA degan narsa bo'ladi. Episteina bari degan virus bo'ladi. Forma MEG deydi. O'sha analizlar qilinadi. Ko'pincha bu analiz hali to'liq isbotlangan meditsinada to'liq o'zini nimasini topgani yo'q. Lekin bu qanaqadir bir o'sha miya ishlash faoliyatiga bir qanaqadir tormozlanish jarayoni to'xtalishiga sabab bo'luvchi omil hisoblanadi deyiladi. Hali bu haqida to'liq ma'lumot yo'q. Isbotlangan meditsinada mana shu nevrovоспалениyadan miya ishlash faoliyati to'xtab qoladi degan hali tushuncha yo'q. Bu endi yangi kirib kelgan narsa. Endi biz ham bu narsalarga agar titriga qaraladi, 2-3 barobar bo'ladigan bo'lsa, yo qanaqadir bolada o'sha simptomlari bo'ladigan bo'lsa, biz ham nevrovоспаление tekshiruvga buyuramiz. Agar qanaqadir o'sha qaysi analizni yomon yaxshi chiqishiga qarab biz ham o'sha davo muolajasini yozib beramiz. Lekin bu to'liq shunga asoslanadi, mana shu nevrovоспаление hisobiga bolada zadishka ketyapti deb aytishga ilmiy isbotlangan dalil yo'q. O'z alomatlari qanaqa bo'ladi? Nevrovоспаление ko'pincha mana misol uchun nevropatolog yo siz shug'ullanganingizda davo muolajasi samarasi kamroq bo'ladi. Bular tezda shamollaydi. Ko'pincha tana haroratining tezda chiqishi, burun oqishi, yo'talish yoki ichki ketish yo ishtahani buzilishi yo lanchlik yo bo'shashish holatlari bo'lgandagina nevrovоспалениеga tavsiya qilinadi. Lekin bunda o'sha положительный ijobiy chiqadi. Yana bitta meni hayotiy tajribamni любой shamollagan sog'lom bolalardan ham agar nevrovоспалениеga analiz olsangiz, ularda ham положительный chiqadi. Endi shu uchun buni faqat mana shu nevrovоспалениеga sabab bo'ldi, bolada shuni hisobga o'zgarmayapti deyish bu nohaqlik, noto'g'ri deb o'ylayman, noto'g'ri tushuncha deb o'ylayman. Va lor kasalliklari ko'pincha ota-onalarimiz befarq qarashadi. Nutq kechikayotgan bolalarimizda ko'p holatlar tekshirganimizda mayqallik yuz beradi. Ya'ni adenoidlarning bo'lishi yoki o'sha otit kasalliklari, quloq kasalliklari, ichki quloqni shamollash kasalliklari nutq rivojlanishiga qanchalik ta'sir ko'rsatadi. Ayniqsa shu adenoidlarimizga ko'pincha befarq bo'lishadi ota-onalarimiz. Endi lor kasalligi patologiyasi eshitishga, nutqqa juda ta'siri katta. Sababi adenoidda agar 1-2 darajalari bo'ladigan bo'lsa, bu hech qanaqa nutqni buzilishiga olib kelmaydi. Agarki 3-4 darajalari bo'lsa yoki vegetatsiya deydi, ya'ni o'sha yer sahifni qisib qo'yishlari, bular albatta nutq kechikishiga olib keladi. Endi o'rta quloqda shamollashi yoki o'sha o'rta quloqda suv yig'ilishi yoki mastaytit degan kasalliklar bo'ladi, lor kasalliklari. Ularda albatta mastaytit kasalligiga suv yig'ilishda bolada eshitish pasayib ketadi. Endi siz bilasizki, tabiiy eshitish pasaygandan keyin o'sha tashqi muhitdan tovush qabul qilmagan bolalarda nutq markazi umuman shakllanmaydi, nutq kechikishi bo'ladi. Bu juda ham katta muhim ahamiyatga ega bo'ladi. Yoki o'sha lor patologiyalardan eng dolzarb muammolardan biri tuga uhs deydi, neyrosensor karlik degan patologiya bo'ladi. Masalan, 3-4 darajalarini
biza bilib sezishimiz mumkin. Chaqirsa qaramayapti desa, o'sha ota-onani so'zidan birinchi, ikkinchi darajalarini ko'p mutaxassislarimiz o'tkazib oladi. Birinchi, ikkinchi daraja eshitish pastligi ham o'sha yoki 3-4 daraja eshitish pastliklari ham nutqda umuman shakllanmasligiga birinchi eng katta omil hisoblanadi. O'shaning uchun hozir audiometriya tekshiruvlari eshitishim bo'yicha raddomni o'zida qilinayotgan ekan hozir hollarda. U oldindan bor. Mana chaqaloq tug'ilgandan audiogramma qildiriladi. Eshitish past, eshitish normal deb beriladi. Bu o'sha tug'ma karlik bor yo'qligini aniqlab beradi. Shu skrining tekshiruv qilib audiogramma qiladi. Bola eshityapti, norma, eshitish norma, hech qanaqa patologik. Lekin yana bitta tomoni bordi. Bola ikkilamchi, eshitish pastligi ham ko'p shakllanadi. Ya'ni kuchli ta'sir etuvchi antibiotiklar bor. Endi oldinlari gintamitsin degan dorilar ishlatilgan. Bilasizmi? Bular ototoksik ta'sir qilgan. Ya'ni to'liq karlikka olib kelgan 4-darajaga. Ko'pincha mati tug'ilganda tekshiruvda eshitishi norma edi deydi. Lekin biz audiogramma tekshiruv qilganimizda ular 4-daraja karlik kelib chiqadi. Kuchli antibiotiklar, merkatsin, amikatsin degan antibiotiklar bor. Ular to'liq ototoksik ta'sirga ega bo'ladi. Eshitish bu ikkilamchi orttirilgan karlik hisoblanadi. Bundan tashqari qo'shimcha yana boshqa kasalliklar bor. Ular lorlarda, surdovlarda bor. Keyinchalik 2 yosh, 3 yoshda shakllanadigan qanaqadir genetik karliklar bo'lishi mumkin. Sindrom Alporta deydi. Bunda ham nasliy eshitish pastligi bo'lishi mumkin. Yoki kuchli virusli infeksiyalar hisobiga yoki qanaqadir adenoviruslar, neyroviruslar hisobiga ham o'sha eshitish nervlari zararlanadi. O'shandan keyin ikkilamchi orttirilgan eshitish pastligi yuzaga keladi. Bunda ham nutqda kechikishi to'liq o'sha faqat eshitish bilan bog'liq muammo hisoblanadi. Orttirilgan. Albatta, orttirilgan hisoblanadi. Va gidrotsefaliya, mikrosefaliya tashxisli bolalarimiz bor. Ularning ham o'zining darajalari bor. Rivojlantirish xususiyatlari qanchalik prognozgacha ko'tariladi bunaqa bolalarimizda? Ular to'liq nima deydi, sog'lom bolalar kabi o'qish, yozishni o'rganib ketishadimi? Yoki baribir asoratlari qoladimi? Endi mana kelib mikrosefaliya haqida gapiradigan bo'lsak, mikrosefaliyaning ham darajalari bor. Yengil, o'rta, og'ir darajalarga bo'linadi. Birinchi yengil darajalari bu mikrosefaliya sindrom deyiladi. Ikkinchi, uchinchi darajalari o'sha mikrosefaliya kasalligi hisoblanadi. Agar birinchi darajali mikrosefaliya bo'ladigan bo'lsa, ularni menda ko'p shunaqa praktikamda bo'lgan, o'sha sog'lom bolalar qatoriga qo'shilgan birinchidan. Ikkinchi, uchinchi darajalari endi ular turiga qarab aniqlanadi. U boshi razmeri necha santimetr, qancha sog'lom bola bilan razniца qiladi. Miyani ichida qanaqa jarayon ketadi, uni aniqlashimiz kerak bo'ladi. Mikrosefaliyani o'zi qo'shilib kelmaydi hech qachon. Ko'pincha DTP bilan qo'shilib kelishi mumkin. Yoki shunaqa genetik kasalliklar bor. Masalan, oddiy Downni oladigan bo'lsak, yoki sindrom Retta degan kasallikni oladigan bo'lsak, ular ham mikrosefaliya bilan qo'shilib keladi. Mikrosefaliya kasalligi yo mikrosefaliya holati miyada buzilish bilan, psixik buzilish bilan kechuvchi turi bor, mikrosefaliya bor. Organik buzilishsiz miyada hech qanaqa zararlanish bo'lmasligi mumkin. Ular yaxshi sifatli mikrosefaliya, ya'ni tarpid infantil turlari bo'ladigan bo'ladi. Endi yana ikkinchi tarafi mikrosefaliya ikkita turga bo'linadi. Eng tug'ma mikrosefaliya. Tug'ma mikrosefaliya degani ona qornida o'sha mikrosefaliya kasalliklarini aniqlagan bo'ladi. Uni davo muolajasi biroz qiyinroq bo'ladi. Ikkinchisi orttirilgan mikrosefaliya. Mikrosefaliya 1 yoshgacha masalan sog'lom bo'ldida, qanaqadir kuchli issig'i chiqib sudurga berdi, bola reanimatsiyaga tushdi, yo qanaqadir qon quyilish bo'ldi, insult o'tkazdi, yo travma oldi, yo qanaqadir miyada yallig'lanish o'tkazdi, o'shandan keyin bosh miya o'smay qoldi. Farqi, tafovuti o'sha holatiga kelib chiqishiga qarab davo muolajasi yo keyinchalik qanaqa effekt bo'ladi, o'shanga qarab ajratiladi. Yengil turlarda yetib olishadi. Yengil turlariga albatta yetib oladi. Mana misol MRT tekshiruv qilganingizda egida yengil diffuz o'zgarishlar chiqadi. Agar og'ir turlari bo'ladigan bo'lsa, egida qo'pol bioelektrik buzilishlar bilan chiqadi. Ularni davo samarasi biroz qiyinroq hisoblanadi. Xuddi shunaqa gidrosefaliyaga keladigan bo'lsa, tug'ma va orttirilgan hisoblanadi. Tug'masini albatta agar turi bo'linadi, rivojlanib boruvchi yo stabil turi. Shunaqa gidrosefaliyalar bor, o'sha razmerda turaveradi. Lekin o'sha ona qornida suv bo'lgan bolada tug'ilgandan keyin o'sha razmerda turibdi, suv ko'paymayapti. Bu o'sha qanaqadir
bosh miyadagi tug'ma nuqsonni holatiga bog'liq bo'ladi. Endi ko'pincha asosiy kelib chiqish sababi tug'ma gidrosefaliya kelib chiqish sababi o'sha miyadagi bosh miya tug'ma nuqsonlari yoki uni suyuqlik almashinadigan o'sha suyuqlik yo'llari bo'ladi. Ya'ni lushko, majandi, manro degan suyuqlik chiqib chiqadigan yo'llar bo'ladi. O'shalarni tug'ma stenozi hisobiga yoki boshqa bosh miya kasalliklarini hisobiga yuzaga kelishi mumkin bo'ladi. Orttirilgani xuddi men sizga aytganimdek travma olishi mumkin bo'ladi. Kuchli travma olib qon qo'yilsa ham o'sha suyuqlik chiqib ketadigan yo'lda qon qotib tromb bo'lib qolish hisobiga kelib chiqadi. Gidrosefaliya ham xuddi yengil, o'rta, og'ir darajalarga bo'linadi. Bu o'zi tekshiruvlarda ma'lum bo'ladimi? Necha haftalikdan keyin o'zi Bu tekshiruv? ona qornida o'sha embrioniycha shakllangandan keyingina homiladorlikda 4 oylik 5 oylikda gidrosefaliya tashxisi qo'yiladi. O'sha homiladorlik davrida. Skrining markazida bizda juda ham yaxshi, mukammallashgan, juda erta tashxisot aniqlanadi. Ona qornida aytiladi. Avvalambor rahmat. O'zimga kerakli juda ham ko'p ma'lumotlarni oldim. O'zimni qiziqtirayotgan savollarimni ham berdim. Rahmat aytaman sizga. Bugungi suhbatimizni tugatamiz va agar sizlarda yana shunaqa qiziqarli savollar bo'lsa, savollaringizni kutib qolamiz. Rahmat sizga. Rahmat sizga.